Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Hunter. Ko'pchilikda qiynaydigan mavzu, ya'ni TDMda to'g'ri harakat qilish. Agar siz bu narsani o'rganadigan bo'lsangiz, absolyutno любой vaziyatda chiqib ketasiz. Hattoki LoL HP qolganida ham. Rosa bu narsani siz yaxshilab o'rganishingiz kerak. Xo'p, bunda birinchisidan boshlaymiz. Zabordan sakraganda normalniy o'rin berish. Ko'pchilik TDMerlar bu narsada juda ham katta xatoga yo'l qo'yadi. Ya'ni sakraganda eng katta e'tiborni joystickga emas, balki protivnikka qaratib qo'yishadi. Vaholanki, eng katta e'tiborni joystickga qaratish kerak. Har doim qanaqadir joydan sakrab solmoqchi bo'lganingizda, doim joystickda videoda ko'rsatilgan usulda harakatlantiring. Chunki bu narsa headshot berish prosentini juda ham oshiradi. Qisqa qilib aytganda, sakraganingizda joystick orqaga tortishingiz kerak. Xo'p, endi ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak. Xo'p, juda ham ko'p vaziyatlarda protivnik mana shu o'ng tomondagi betongan orqasida turadi deb chiqmaydi. Agar shu korobkalarning ustida turadigan bo'lsangiz, bir o'q bilan 3 ta quyondirgan bo'lasiz. Ya'ni o'ng tomonni, chap tomonni va orqani cover qilgan bo'lasiz. Endi uchinchisiga keladigan bo'lsak. Xo'p, qochishni bilishingiz kerak. To'g'ri eshitdingiz, qochishni bilishingiz kerak. Biroz g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu degani o'zingizga komfort zonaga o'tishingiz kerak degani. Agar video bitta like ga loyiq bo'lsa, like bosishni sizdan chiqarmang. Mabodo loyiq bo'lmasa, ketkizgan vaqtingiz uchun uzr so'rayman. Aynan siz qanaqadir vaziyatda qiynaladigan bo'lsangiz, bemalol kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Xudo xolasa keyingi video ash vaqtida chiqadi. Qaytgansa, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, keyingi videolarni hammadan oldin ko'rib, hammadan oldin protivnikingizni miyasiga persagosga berasiz. Team has scored for the first. Enemy down. The blue team has scored.